Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston aholisi. Men Navro'zjonman. Odamzodga g'animat-da bu turkli dunyoga. Mol, pul, davlat, moshin, hamma narsa topiladi. Faqat mehr-oqibat shunaqa narsalar topilmaydi. Men shu o'zimni tug'ilgan joyimdan 36 yil o'sha yerda yashadim. Hozir o'zim boshqa joyga ko'chib kelganman. Hozir ishlarim yaxshi, hamma narsam joy-joyida. Shu nima demoqchiman? Ota-ona bo'lsa qadriga yetish kerak. Aka-uka, hamma aka-uka o'zini yo'liga. Aka-uka, singil, boshqasi o'zini yo'liga ular. Faqat shu ota-ona bo'lsa qadriga yetish kerak, aytganini qilish kerak. Bu vazifamiz shunday bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi. Ota-onaning qadriga yetib, ota-ona aytganini qilsangiz kam bo'lmaysizlar. Mayli, og'aylar, like bossalar ham, bosmasalar ham, tanajonlari sog' bo'lsin.